Foydali kontent qidirib vaqtingni qilma qurbon. Ma'lumotlar akademiyasi bu top daraja ishon. Video yoqsa like-ni bos, kanalga bo'l obuna. Do'stlaringga repost qil, ko'rib deyishsin voy bo oh. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmang. Shuningdek, do'stlaringizni ham bizga taklif qiling. Videomizga, ya'ni mehnatimizga ham bir dona like bosib qo'yishni ham yodingizdan chiqmasin. Keling, videomizda boshladik. Bollywood yulduzi Amir Xonning to'yi haqida tarqalgan mish-mishlar nihoyat o'z tasdig'ini topdi. U 2 yildan buyon uchrashib yurgan Kayura Spirit ismli ayolga uylanmoqda. Amir Xon ayni paytda AQSh bo'ylab sayohat qilayotganini va to'y xabari mutlaqo haqiqat ekanini ta'kidladi. Biz 5-iyul kuni turmush quramiz, deydi aktyor. Qizig'i shundaki, bundan bir necha oy avval aktyor munosabatlarida qonuniy nikoh u qadar muhim emasligini, Kayura bilan shunchaki birga yashash ham ular uchun yetarli ekanini aytgan edi. Biroq vaqt o'tishi bilan Hind kinosi yulduzining fikri butunlay o'zgargan. Ha, bu haqiqat, ammo hozir ikkimiz ham munosabatlarimizni yangi bosqichga olib chiqishga tayyor ekanimizni his qilyapmiz. Qalbimda men allaqachon unga uylanganman. Shunday ekan, munosabatlarimizni rasmiylashtirish sevgimizning davomidir, deya qarorini ochiqladi aktyor. Aktyorning unashtirilgan qaylig'i Kayura Spirit asli bengaliylik bo'lib, u sog'lom turmush tarzi va go'zallik sanoati sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritadi. Amir Xon o'tgan yili o'zining 60 yillik yubiley tantanasida ilk bor bo'lajak qaylig'ini ommaviy axborot vositalarida tanishtirgan edi. Keyinchalik 61 yoshli aktyor Kayura bilan ko'p yillardan buyon tanish bo'lganlarini, so'ngra qayta uchrashib, munosabatlari asta-sekin chuqurlashib borganini so'zlab berdi. Oxirgi paytlarda esa bu juftlik yirik ommaviy tadbirlar va filmlar premyeralarida tez-tez birga ko'rinish bera boshladi. Amir Xon shu vaqtgacha 2 marta uylangan. Uning birinchi rafiqasi Raina Tata bo'lib, ularning Junayd Xon va Ira Xon ismli bir nafar o'g'il va bir nafar qiz farzandi bor. Keyinchalik u Kiran Reoga uylangan va ularning nigohidan Azad ismli o'g'li dunyoga kelgan. Ajrashgan bo'lishlariga qaramay, Amir ikkala sobiq rafiqasi bilan ham do'stona munosabatlarini saqlab qolgan va farzandlari tarbiyasida ularga ko'maklashib keladi. Xo'sh, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, bu bizga yanada ko'proq motivatsiya beradi. Fikrlaringizni kommentlarda kutamiz. Chunki sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Eng qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videoda uchrashguncha